kerak ekan. Xo'p desangiz, men hijrat ko'chsam siz bilan, men ketaversam nima deysiz deganlarda, Alloh taolo sizga bir sodiq yorni, sherikni qilib tayyorlab qo'ysa, bir sherik bilan ketsangiz, bir odam bilan nima deysiz degan ekanlar. Bu Abu Bakr radhiyallohu anhu sezdilarki, shunaqa zukka odam bo'lganlar. Demak, Rasululloh men bilan birga ketar ekan, men Rasululloh bilan ketar ekanman dedilar. Uyga borib tuya boqib qo'ygan, ikkita tuya. O'sha tuyalarni Rasululloh bilan safarga chiqamiz deb boqib va Rasululloh bilan birga borda sohib bo'ldi va Makka dan Madinaga hijrat qilgan ham Rasululloh bilan o'sha bo'ldi. Biror marta sahobalar uzoqda o'tib ketmagan. Har jihatdan, taqvoda ham, mol sarflash, hamma jihatdan. Rasulullohga yaqinlikda ham. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan keyin islomni ushlab qolgan zot ham Abu Bakr radhiyallohu anhu. O necha bino bor, o turgan bino. Mana bu o'rtasi sariq bino turibdi, to'g'rida. Shunaqa mebel qilib qo'ygan, mebel bino. To'g'rida mebel. O'sha mebel binoni oldirog'ida bunday to'rtburchak mana uyni taqasingari keng joy bor. O'sha joy o'sha Madinaliklarning joyi bo'lgan ekan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot qilganlarida o'sha joyda mashvarat bo'lgan. Ali roziyallohu anhu Rasululloh bilan janozasi bilan olgan. Rasulullohning vafotidan keyin joylash, yuvish, kafanlash qiladigan shu vazifalar bilan bo'lgan. Abu Bakr roziyallohu anhu sahobalar bilan birga musulmonlarni bo'linib ketmasligi uchun harakat qilgan. Chunki o'sha paytda hamma sarosimada edi. Hamma sahoba, hatto Umar roziyallohu anhu kim Rasulullohni o'ldirdi, kallasi o'raman deb qilishini ko'tarib yurgan. Sarosimada edi Rasululloh vafotidan keyin. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu chiqib hammalarni jamlagan, o'sha joyda jamlagan Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu. Va butun musulmonlar jam qilib o'zlari xalifati Rasululloh degan nomni oldi. Ya'ni Rasulullohning xalifasi degan nomni oldi. Xullas kalom, har jihatdan Rasulullohga yaqin bo'lgan, har jihatdan Rasululloh sunnatini bajargan, Rasulullohga yelkadosh bo'lgan zot Abu Bakr roziyallohu anhu. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana bu joyda ko'p namoz o'qiganligi uchun zot ham Makkadan Madina masjididan tashqariga chiqib mana bu joyda namoz o'qigan. Shuning uchun bu masjid nomini Abu Bakr Siddiq masjidi deyiladi. Alhamdulillah buni ham ko'rdik. Yangi masjid. Bu masjid nomini Masjid Ali deydi. Ali roziyallohu anhu masjidlari. Ali roziyallohu taolo anhu kim bo'lgan? Payg'ambarimizning kuyovi bo'lgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning amakisining o'g'li bo'lgan. Rasulullohning xonasi hikoyasida bo'lgan va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga eng yaqin zotlardan bittasi. Yaqinligi shunchalikki o'z qizini ham Ali roziyallohu anhu bergan. Yaqinligi shunchalikki men ilm bo'lsam Ali uni darvozasidir degan. Yaqinligi shunchalikki Alloh taolo Ali roziyallohu anhu quvvat kuchli quvvat bergan. Qaysi bir g'azotda eshikni bir qo'lda ko'targan. U haq ish ekan. Yana aytadi, Rasululloh aytgan ekan, Rasulullohga shu gapni aytgan ekan, ya Rasululloh, yerda halqasini ko'rsating, ko'taraman degan odam shudir. Xudo shunga quvvat bergan. Ham ilmda, ham quvvatda baquvvat bo'lgan. Xo'p, Ali roziyallohu anhu nomida qurilgan bu masjid. Demak, u zot xalifalik davrlarida shu joyda namoz o'qidilar. Avvalda Rasululloh ham o'qiganlar bu masjidda. Keyinchalik Ali roziyallohu anhu o'z xalifalik davrida mana shu joyda namoz o'qidi. Shuning uchun bu zotning masjidlari, ya'ni Ali masjidi degan nom qo'yganlar. Ali payg'ambar Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuda aytilgan bir ulug' gap keltiriladi. Aytib aytganlarki, ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar. Abu Bakr shunday zotki deganlar. Butun ummatda iymonini tarozini bir tomoniga qo'ysa, Abu Bakrning iymonini tarozini ikki tomoniga qo'ysa, tarozini bir tomoniga qo'ysa, butun ummatning iymonidan keyin Abu Bakrning iymoni kuchliroq degan so'z. Ali roziyallohu anhu haqida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima dedilar? Ali roziyallohu anhu haqida payg'ambarimiz dedilar, men ilm bo'lsam, Ali uni darvozasidir. Bu masjidda Usmon roziyallohu anhu ham namoz o'qigan ekan. Usmon roziyallohu anhu kim bo'lgan? Rasulullohning Usmon Zinuray ikki nur egasi, Rasululloh ikki qizlarni olganlar. Usmon roziyallohu anhu xalifalik davrida ham va undan avval ham hayot kuchli bo'lgan. Rasululloh aytganlar. Usmonning hayoti shunchalikki deganlar. Usmonning hayoti shunchalikki farishtalar havas qiladi.
Hayot kuchli. Uzat 6-mikin imom keltirgan